Ikkinchi variant 21-savol. Qora kalxat bu qush, yirtqich qush. Silovsin bu yirtqichlar turkumi suv emizuvchi, ya'ni mushuksimonlar oilasiga kiradi. Ikkalasi uchun umumiy ma'lumotlarni toping deyapti. A. Tirnoqlari o'tkir va almoqqa o'xshash qayrilgan bo'ladi. A. C javobda ham bor, D javobda ham bor, B variantda ham bor. Xo'sh, B. O'zbekistonda tarqalgan degan. O'zbekiston daryozamlarida silovsin yashaydi degan. Qora kalxatni daraxt bor joyda hamma joyda yashaydi degan, lekin O'zbekistonda uchraydi degan joyi yo'q. Hidni yaxshi sezmaydi. Ikkalasi ham hidni yaxshi sezmaydi. D. Nafas olishda faqat o'pkada kechadi degan. Qushlarda o'pkadan boshqa havo xaltachasidan kechadi. D variant chiqib ketdi. Demak, A, C variant chiqib ketdi, D chiqib ketsa. O'zbekistonda qishlaydi degan. O'zbekistonda qishlaydi. Endi olamiz. Keyin jish bola ochadi. Jish bola ochadi va ikkalasida ham yo'q. Tog'li hududlarda tarqalgan. Tog'li hududlarda tarqalgan ikkalasi. H. Tovon suyagi qushlarda bo'lmaydi. Demak, H chiqib ketsa, javob B variant bo'ladi.